İsmim Robert Neville. New Yorkdagi yagona tirik qolgan insonman. O'rta to'lqinlardan aloqaga chiqyapman. Men har kuni Janubiy dengiz sohiliga kelaman. Will Smith ishtirokidagi Men afsonaman filmi haqida gaplashamiz. Men afsonaman. Afsonaviy filmni New York shahrida suratga olish uchun studiya 6 kechalik syomkalarga $6 million sarflagan va 14 ta hukumat idoralaridan ruxsat olishga majbur bo'lgan. Bu filmni ssenariysi tayyor bo'lmasidan oldin studiya prodyuserlari filmni suratga olishga ruxsat berishgan. Filmdagi ko'prik sahnasida mingdan oshiq odamlar va mashinalar ishtirok etgan. Maxsus kompyuter effektlarini ustida 300 dan ortiq odam deyarli 14 oy ishlagan. Afsonaviy filmni Frame platformasida tomosha qiling. Agar meni kimdir eshitayotgan bo'lsa, aloqaga chiqing. Siz yolg'iz emassiz.